Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi briefingimizning asosiy mavzusi Samarqand viloyatining 2026-yil yanvar oyi uchun tashqi savdo aylanmasining ko'rsatkichlari hisoblanadi. Avvalo umumiy ko'rsatkichlarga to'xtalib o'tsam, 2026-yil yanvar oyida viloyatimizning tashqi savdo aylanmasi 341,3 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 97,3 million AQSh dollariga yoki 39,9% ga ko'payganligini anglatadi. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport hajmi 76,5 million AQSh dollarini tashkil etib, 2025-yilning yanvariga nisbatan 31,3% dan oshdi. Import hajmi esa 264,8 million AQSh dollariga yetib, 42,5% ga o'sdi. Natijada 188,3 million AQSh dollari miqdorida manfiy tashqi savdo balansi shakllandi. Viloyatimizning bugungi kunda jahonning 78 ta davlati bilan savdo aloqalari olib borilmoqda. Tashqi savdo aylanmasining asosiy ulushi Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelib, 31,9% ni, Xitoy 21,2% ni, Qozog'iston 8,5% ni, Turkiya 3,1% ni va Ukraina 2,6% ni tashkil etdi. Shuningdek, alohida davlatlar kesimida 2026-yil yanvar oyida Rossiya bilan savdo hajmi 108,8 million, Xitoy bilan 72,4 million, Qozog'iston bilan 28,9 million, Turkiya bilan 10,7 million va Ukraina bilan 9 million AQSh dollariga yetdi. Endi eksport tarkibiga e'tibor qaratamiz. Eksportning umumiy hajmi 76,5 million AQSh dollarini tashkil etib, uning 76,5% tovarlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Tarkibiy jihatdan qaralganda, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar 49%, sanoat tovarlari 26,5%, xizmatlar 9,1%, turli xil tayyor buyumlar 4,6%, mineral yoqilg'i 4%, yog' moy mahsulotlari 1,8% ni tashkil etdi. Alohida e'tiborli jihati oziq-ovqat mahsulotlari eksporti 37,5 million AQSh dollariga yetib, o'tgan yilga nisbatan 31% ga oshdi. 2026-yil yanvar oyida viloyatdan jami 15,8 ming tonna meva sabzavot eksport qilinib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 12,7% ga yoki 108 ming tonnaga ko'pdir. Ularning qiymati 16,5 million AQSh dollariga tashkil etib, o'sish sur'ati 37,2% ni tashkil etdi va umumiy eksportdagi ulushi 21,5% ga yetdi. Shuningdek, to'qimachilik mahsulotlari eksporti 5,3 million AQSh dollarini tashkil etib, umumiy eksportdagi ulushi 7% ni egalladi hamda o'tgan yilga nisbatan 15,1% ga o'sdi. Ushbu yo'nalishda tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari 56,1%, gilamlar esa 19,7% ulushni tashkil etdi. Eksport hamkorlari kesimida yetakchi davlatlar sifatida Rossiya 42,4%, Xitoy 8,3%, Qozog'iston 7,6%, Turkiya 4,9%, Ukraina 4,8%, Avstriya 4,6% va Eron 4,4% ulush bilan qayd etildi. Ushbu davlatlarning jami eksportdagi ulushi 85,2% ni tashkil etdi. Endi import ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tamiz. 2026-yil yanvar oyida import hajmi
264,8 million AQSh dollariga yetib, o'tgan yilga nisbatan 79 million dollarga yoki 42,5% ga oshdi. Import tarkibida sanoat tovarlari 33,2%, kimyoviy mahsulotlar 24,6%, mashinalar va transport uskunalari 22,2%, oziq-ovqat mahsulotlari 8,5%, mineral yoqilg'i 7% ulushni egalladi. Viloyatimiz 69 ta davlatdan import amalga oshirilgan bo'lib, asosiy hamkor davlatlar Rossiya 28,8%, Xitoy 24,9%, Qozog'iston 10,3%, Avstriya 3,1%, Ukraina 3%, Turkiya va Eron davlatlari 2,7% ulushga ega bo'ldi. Ushbu davlatlar jami importdagi hajmi 80% ni tashkil etadi. Shuningdek, xizmatlar importi 0,9 ming AQSh dollarini tashkil etib, juda kichik ulushni egalladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Samarqand viloyatining tashqi savdo ko'rsatkichlari izchil o'sib bormoqda. Ayniqsa eksport tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, sanoat tovarlari va to'qimachilik mahsulotlari ulushining ortib borayotgani viloyatimizning eksport salohiyatini mustahkamlanayotganligini ko'rsatmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.